Yil. Cherkes bozori. Militsiya xodimlari 10 daqiqa oldin sotuvchidan 25 rublni maydalashni so'ragan erkakni qo'lga olishdi. Hibsga olingan ishsiz Viktor Ivanovich Baranovning portfelidan 77 ta shunday kupyura, deyarli 2000 rubl topildi. Sovet ittifoqi militsiyasi bir necha yil davomida bu qalbaki pullarni qidirib yurgan edi. Banknotlar shunchalik sifatli ediki, tergovchilar hatto o'z agentlari orqali mamlakat bo'ylab soxta rubllarni tarqatayotgan MRBdan shubhalanishdi. Baranov ham shulardan biri deb o'ylashdi. Ammo Viktor Ivanovich o'z omborxonasidagi qo'lbola laboratoriyani ko'rsatganida militsionerlar hayratga tushdi. U yerda Baranov 30 ming rubldan ortiq pul chop etishga erishgan edi. Bu ko'pmi yoki ozmi? 70-yillarning oxirida bu pulga 3 ta Volga avtomobilini sotib olish mumkin edi. Bunday istedodi uchun Baranovni otib tashlashlar kerak edi, ammo buning o'rniga unga 12 yillik umumiy tartibdagi koloniya jazosi berildi. Hunarmandni oliy jazodan Sovet rublining himoyalanishini oshirish bo'yicha hukumatga